Assalomu alaykum do'stlar, siz Karimov Kamron kanalidasiz va bugun men bir nimani tushuntirmoqchiman. Nega anchadan beri video olmay qo'ydingiz? Chunki ko'rib turganingizdek tepada Wi-Fi shunchalik qotyaptiki, hattoki men dumaloqchani o'zida ulanib turibman. Va men ish bo'yicha Samarqandga kelgandan keyin bir oycha bu yerda turdim. Shuning uchun anchadan beri video chiqmadi. E'tibor berishingiz mumkin, bu yerda necha kundan beri video chiqmaganini bilamiz. Siz ham, men ham qachon video chiqishini kutib o'tiribmiz. Ko'rib turganingizdek shunchalik darajada qotyapti. Agar tepada zaryad tomonga qarasangiz, hattoki Wi-Fi ni ham ko'rsatib turibdi. Bir qarasa chiziqchasi bilan nuqta, bir qarasa nuqtani o'zi. Mana oxirgi olgan videoyim mana bu qizilga qarshi ko'k deganim. Shu videodan keyin video olmabman umuman. Va bu juda ham yomon. Va bizda sizlarga rahmat aytmoqchiman 159 ta obunachi bilan. 159 ancha muncha yaxshi va 573 ta like, 37 ta komment, ular shu 6 marta. Ko'rib turganingizdek 25-iyundan 1-iyulgacha video olmagan ekanman. Ancha bo'pti. Oxirgi 7 kun ichida mana shu video. Qolganlariga va men videolarimni birindan aytmoqchiman, Indoneziyadan tortib Vyetnamgacha ko'rar ekan. Eng ko'pi O'zbekiston. Chunki men ham o'zbekman. Xullas, do'stlar, tushunib turganingizdek qishloqqa ish bo'yicha keldim. Bo'lmasam men ham video olishni xohlardim, ammo qishloqqa kelgandan keyin video olishga vaqtim bo'lmayapti. Iltimos, video ololmasam ham kommentariya yozib, obuna bo'lib, like bosishni unutmang, iltimos. Men oradan vaqt o'tib baribir video olaman, chunki mana bu kanalni men bekorga ochib qo'ymaymanmi? Mana shuncha videolar bor. Mana ko'rib turganingizdek, hattoki bu yerda o'yinni ham yashirishni o'rgataman. Do'stlar, tushunasiz degan umiddaman. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tugadi.